Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kalit. Oxirat kuyganlar. Muallif Nur Hayot. يا الله يا كريم يا وسع الرحمة. Hamma yoq sasib ketyapti. Nima balo bo'lgan bu uyda? Yo'lakdagi qo'shnilar yoqimsiz hiddan burnini yopdi. Keyin esa dahshatli voqeani guvohi bo'lishdi. Yo'q, men endi ishimni davom ettira olmayman. Iltimos opa, yo'q demang. Yoshroqqina, qaddi qomati kelishgan qiz mayit yo'g'uvchiga yalinardi. Ertalabdan beri urinaman, bo'lmaydi baribir. Og'zingizga siqqanini so'rang. Qiz yalinishda davom etdi. 40 chelak bilan toza bo'lmagan, bundan keyin ham toza bo'lmaydi. Uzr, men ketdim. Yo'g'uvchi ayol mayitni yuvmay uydan chiqib ketdi. Qiz esa devorga suyanib qoldi. Keyin boshqa yo'g'uvchi ayolning raqamini topib, terib chaqirdi. Ammo bu safar ham o'xshamadi. Sababi vafot etgan ayol. 2 yil oldin, qish, kech. Iroda hovlidagi barcha ishlarni qilib bo'lib, endi yotoqxonaga kirmoqchi edi. Qaynonasi Ro'zi xolaning chirog'i yondi va telefoni jiringladi. Irodaxon, darvozaxonadagi o'tinlarni oshxonaga tashib qo'ying-a? Oyijon, ertalab tashib qo'ysam bo'ladimi? Hozir o'g'lingizni kiyimlarini dazmollamoqchi edim. Ertaga boshqa ishlar bor. Hozir qiling. Ro'zi xola Irodaning javobini ham kutmay telefonini o'chirib qo'ydi. Birozdan so'ng chirog'i ham o'chdi. Tun yarimdan oshgan. Iroda tezroq bo'lish uchun o'tinlarni qopga ko'p solib tashidi. Oxirgi qopni tashib bo'lgan edi. Beli sanchib o'tirib qoldi. Kimnidir chaqiray desa, baribir o'zi gap eshitishini o'ylab, og'riq o'tib ketguncha kutdi. Yotoqxonaga kirganida eri Dilmurod xurrak otib uxlardi. Iroda telefon yorug'ida erining kiyimlarini dazmollar, charchagan ruhiga ko'chadan eshitilayotgan azon ovozi taskin berar edi. Yaratgan hech bir ishi besabab emas. Kamalak ham yomg'irdan so'ng chiqadi axir. Lekin bu yomg'irning oxiri yo'qdek. Irodaxon deyapman. Iroda Ro'zi xolaning ovozidan cho'chib uyg'ondi. Voy o'lay, uxlab qolibman. Irodaning uxlaganiga endi 2 soat bo'ldi. Shunda ham o'zida kuch topib, yugurib hovliga chiqdi. Hovlida uni Ro'zi xolaning o'qdek gaplari kutib turardi. Nima? O'lib qoldingizmi? Sasib yotaverasizmi? Soat 7 bo'ldi. Sigirni kim sog'adi? Aytib qo'yay, hovlidagi ishlarni tugatmasangiz, ish pishingizga bormaysiz. Iroda yugurib molxona tomon ketdi. Muzlab qolgan bir chelak suvga bir zum qarab turdi-da, xo'rligi kelib mush tushirdi. U na og'riqni, na sovuqni sezmadi. Faqat ko'ksidagi alanga sabab nafas olishga qiynalardi. Iroda tabiatan ko'ngli ochiq, bir gapirib 10 kuladigan shaddod qiz edi. Yoshligida otasi yoshi katta ayolga ilakishib, ularni tashlab ketgan. Uyda onasi va singlisi bilan qishloqda yashardi. Onasi yolg'izligini alamini bolalaridan olar, ayniqsa otasining xiyonatida ularni ayblardi. Onasi odamlarga foizga pul berib yaxshigina pul topardi. Ammo farzandlari biror narsa so'rashsa, senlarning otang yo'q. Boshqalarga havas qilishga haqqing ham yo'q. Dugonangning otasi fermer. Olib beradi-da. Senlarning otang kim? Farzandlaridan kechib ketgan bir yer yutkur kabi
dashnomlarni yoqtirardi. Asli onaning gaplari haqiqat bo'lsa-da, qaysi farzand bu taqdirni tan olgisi keladi deysiz? Iroda onasini aytganlariga chidar, ammo ko'chadagilardan buni eshitishni xohlamaganligi uchun hech kim bilan janjallashmaslikka harakat qilardi. Uni yoqtirmaydiganlar bor davralarga qo'shilishdan o'zini olib qochar, buni hech kimga sezdirmasdi. Yillarga ulanib, Irodaning harakatlari natija bera boshladi. Maktabni a'lo baholarga tamomlab, institutga o'qishga kirdi. O'qish davomida kutubxonaga ishga joylashdi. Siroj bilan ham aynan kutubxonada tanishgan edi. Shahar kutubxonasida odam ko'p bo'lishiga qaramay sokin bo'lardi. Bir kuni bu sokinlikni notanish yigitni oldida o'tirgan qizga ovoz chiqarib aytgan she'ri buzdi. Bir qarab qo'ysang nadir, bizga ham goho sanam. Menga sensiz beqadr, dunyo sanam, dunyo sanam. Iroda nazoratda turgan edi. Yigitga qarab boshini qimirlatib qo'ydi. Yigit bunga parvo ham qilmay davom etdi. Boq ajab g'avg'odamiz, sevgi degan sahrodamiz. Qays o'zimu sen ekan, Laylo sanam, Laylo sanam. Bu safar Iroda stolni ruchkasi bilan 3 marta urib qo'ydi. Yigitning yonidagi qiz turib ketdi. Yigit uni orqasidan bormadi. Aksincha, Irodani yoniga kelib shivirladi. Kechirasiz, yaxshi qiz? Labbay. Kechirasizmi? Bu Irodaga shilqimlikday tuyulib, jahli chiqib ketdi. Ammo ishda ekanligi uchun munosib javob qaytarmadi. Jiddiy ohangda gapirib, "Toshingni ter" demoqchi bo'ldi. Sizga biror yordamim kerakmi, yaxshi yigit? Kerak. Qanday ekan? Raqamingizni bering. Irodani borgan sari asabi bo'silar, tarsaki tushirishdan o'zini zo'rg'a tutib turardi. Yigit gapirib, qizni bu qadar sabrliligiga qoyil qoldi. Mayli, Muhammad Yusufni Qizg'aldoq kitobini bering. Hozir. Iroda tezda kitobni topib olib keldi. A'zolik daftarchangiz bormi? Yo'q, birinchi marta kelishim. Unda pasportingizni bering. Voy, olib kelmaganimni qarang. Lekin bu kitob menga bugun juda zarur edi. Irodani sabr kosasi to'ldi. Nima qilib bo'lsa ham yigitni ketkazib yubormoqchi bo'ldi. Unda men o'zimni daftarchamga yozib qo'yaman. O'qib bo'lib, olib kelib berasiz. O, qanday yaxshi. Albatta olib kelib beraman. Bo'ldi, oling kitobni, tezroq keting. Yigit kitobni olib endi ketayotgandi. Orqasiga qaytib keldi. Qizni ko'zi kosasidan chiqa yozdi. Hujumga o'tish uchun chuqur nafas oldi. Ammo u kutganidek bo'lmadi. Ismingizni aytmadingiz-ku. Kitobni olib kelganimda yo'q bo'lsangiz, kimga deb tashlab ketay? Qiz olgan nafasini sekin chiqarib, unga jilmayib turgan yigitga bir zum jim qarab turdi-da javob qildi. Iroda. O'sha kundan boshlab Siroj har kun kitob topshirib, yangisini oladigan bo'ldi. Bora-bora Iroda Sirojning quvnoq xarakteriga o'rganib ham qoldi. O'qiyapsizmi o'zi, Siroj aka? Nimani? Kitoblarni-da. Har kun yangi kitob olasiz. Iye, sen kitoblarni o'qishga oladi deb o'ylaganmiding? Ha, nima qilasiz unda? Xonamizda yostiq taqchil. Yostiq qilib yotaman. Siroj jaydar yigit edi. Ichida gap saqlamasdi. Uncha-bunchaga jahli ham chiqmas, ammo asabiylashsa o'zini boshqara olmaydiganlar xilidan edi. Buni Iroda anchadan keyin bildi. O'sha kuni
Iroda ishdan erta chiqdi. Kutubxonadan chiqa turib, Sirojni ko'rib qoldi. U eski tuski, kirchir, ust-boshli, yuzi kiyimidan-da g'ijim cholga nimalarnidir jahl bilan gapirardi. Oxiri cho'ntagidan pul chiqarib, qariyaga berdi. So'ng yuzini changallab, yo'l chekkasini to'sib turgan beton to'siqni tepdi. Iroda unga qarab qadamini tezlatdi. Yaqin qolganda haligi cholga urildi. Cholni qo'lidagi so'mkasi tushib, ichidan bo'sh bakalashkalari tushib ketdi. Qiz tezda tushib ketgan 2 bakalashkalarni olib, cholni so'mkasiga soldi va uzatdi. "Kechirasiz amaki?" Iroda cholning ko'zlariga qarab qotib qoldi. Ko'zlariga qarab Sirojni ko'rgandek bo'ldi. Chol sumkasini olib indamay ketaverdi. Uzoqdan yugurib kelgan Siroj Irodani qo'lidan ushladi. Iroda buni anglamagandi ham. "Yaxshimisan? Senga hech narsa qilmadimi?" Qiz qariyani orqasidan qarab qotib turaverdi. "Siroj aka, bu kim?" "Men qayerdan bilaman? Tilanchidir-da, yur ketamiz." Qiz javobdan qoniqmadi. Joyidan jilmay unga qarab turaverdi. Siroj Irodani farosatli qiz ekanligini, uni aldash osonmasligini bilar edi. Unga hammasini aytish kerakligini tushundi. Ammo u hozir bunga tayyor emasdi. Yigit indamay ketishni ma'qul ko'rdi. 5-6 qadam yurib, orqasiga o'girildi. "Shunchalik bilishni istasang aytaman. Balki bundan keyin meni ko'rishni ham istamassan. Men buni to'g'ri tushunaman. Bu odam..." Siroj ancha yillardan buyon tiliga olishni xohlamagan so'zini aytdi. "Meni otam." O'sha kundan buyon 1 oy o'tdi. Siroj kutubxonaga kelmay qo'ydi. Iroda u haqda juda ko'p o'yladi. Oxiri uni izlab o'qishga borishga qaror qildi. "Nega keldingiz?" "Sizga kitob olib keldim." "Kitob o'qimay qo'ydim." Iroda Sirojni bunday kayfiyatda birinchi bor ko'rishi edi. Uni ich-ichidan ezilayotganini ko'rib rahmi keldi. "To'xtasangiz-chi, balki gaplashib olarmiz." "Nima haqda?" "Farqi yo'q. Masalan, mening qishlog'imga ketayotganim haqida." Siroj birdan to'xtab, orqasiga o'girildi. Izma-iz ketayotgan Iroda unga urildi. "Nega? O'qishchi? Keyingi oy tugataman-ku." "Kutubxonachi?" "Arizamni yozdim. O'rnimga dugonam Feruzani taklif qildim. Qishloqqa qaytsam..." "Men-chi?" Sirojni 9 dan berilgan savolidan oraga jimlik cho'kdi. "Tushunarli. Demak, ketasiz. Mayli, yaxshi boring. O'zingizga munosib hayotda baxtli yashang. Salomat bo'ling." Siroj gapini tugatib endi ketmoqchi edi, Iroda ushlab qoldi. Siroj bir Irodani qo'liga, bir yuziga savolchang qaradi. "Qoling demaysizmi?" Ikki qalb bir-birini tushunib, yuziga qizillik yugurdi.